Ah, bir pasda tong otdi, uyquga ham to'ymadim. Soat 7:30 bo'pti. Yaxshi, nonushta qilaman. Nonushta uchun ham hech narsa yo'q. Har doimgidek qotgan non. Yaxshisi zerikdim. Tashqarida aylanaman. Hammaga salom olasizlar bilan sekin. Okey. Bir kanalimga qarab qo'yaychi. Okey. Hali ham menda 20 dona obunachi. Lekin mening niyatim esa 1000 ta bo'lish. Mayli. Kayfiyatim yana ham tushib ketdi. Kompyuter ham buzuq. O'chib qoldi pasda. Eski kompyuter. Bobomning davridan qolgan. Mayli. Aytgancha u boy Jitel nomli kirachi, nima qilyapti ekan? Jitel. Uydamisan? Nima kelding? To'xta, oyog'ing tozami? Toza. Shu zerikib ketdim. Shunchaki sen oldinga aylanib kelgandim. Bir futbol ko'rmaymizmi? Sen televizoring bor. Mayli, kir. Okey, uying zo'rda baribir Jitel. Ventilyatorni yoqib qo'yarsan, isib ketdim. Xonang vobshe isib ketibdi-ku. Okey, kel, ko'ramiz O'zbekiston bilan Kolumbiyaning o'yinini. Okey, yoqchi televizoringni. What? Nima bo'ldi? Chiroq o'chdimi? Yo'q, men o'chirdim. Tok ketadi. Ko'p ko'rmaymiz, bo'ldi. Nima? Jitel, namuncha xasissan? Mayli. Isib ketdim, ventilyatorni tagida turay. Mayli, bo'pti. Uyingga bor, o'zi nimaga kelganding? Sal qolsa unutib yozibman. Axir men seni oldinga boshqa maqsadda kelgan edim. Menga ish kerak, Jitel. Unday bo'lsa yaxshi. O'zi kakras mana shu uyimni oldini ta'mirlash kerak edi. Mayli, o'sha yerlarni hozir sen kerakli narsalarni beraman, ko'rsataman. O'sha yerlarni o'zing chiroyli qilib ta'mirlaysan. Okey, yaxshi. Yur, bo'pti, ko'rsatchi. Yura qol, chiq. Okey, qayerni ko'rsatdi? Mana shu yerni. Bu yerga ochib tur. Mana shu yerni asfalt qilish kerak, ya'ni sement qilish kerak, chiroyliroq turish uchun. Mana bu yo'llarni esa tekislab, mana bu loy bloklarni olib tashlash kerak. Juda ham xunuk turibdi. Uyni buzib qo'ygan. Mana bu yo'llarni ham shunday qilasan. Derazani to'sib qo'yapti, sal qolsa. Bo'ldi, menga kerakli instrumentlarni ber. 1 soniyada qilib tashlayman. Yaxshi, sen bu yo'llarni boshlayver. Hozir sen kerakli narsalarni beraman. Okey, olib chiqaver. Charchab ketdim, bu yerda o'tirib turaman. Puli nima bo'ladi uni? Pul haqida o'ylama. Albatta seni xursand qilaman. Yaxshi, okey. Tezroq ber, Jitel. Yaxshi, bera qol. Mana shularni olib barcha aytgan joylarimni ta'mirlaysan. Menimcha yetadi. Yetadi, bo'ldi. Okey. Yaxshi, lopatkani ham ber. Bo'ldi, men kirib olaman. Mayli, sen ishni boshlayver. Okey, men ishni boshlayman. Okey, menimcha tez bo'ladi degan umiddaman, chunki unaqa qiyin o'xshamayapti. Mana bu yerlarni, mana bloklarni olaman. Okey, bu yerni boshlayman. Bu yerni sement qilish kerak. Okey, bu yerni qilib bo'ldim. Endi esa tosh bilan bu yerlarni to'ldirib chiqishim kerak. Okey, oxirgisi va tugadi. Rostdan ham ancha chiroyli bo'lar ekan. Yaxshi. Okey, endi esa yon tomonga ham o'tsam bo'laveradi. Okey, bu yerlarni birinchi qazib chiroyli qilishimiz kerak. Okey.
2,000 years later. Okey. Men oson deb o'ylagandim, lekin juda ham qiyin bo'ldi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qildim. Okey. Endi shunga yarasha pul beradi degan umiddaman. Detail ishlarni qilib bo'ldim. Yaxshi, hozir ko'rib chiqaman. Mana bu kechgacha ishlagan haqqing. Ol. Nima? 64 ta izmirod? Okey, rahmat Jitel. Yaxshi, yana ishlar bor. Ertaga chaqiraman. Bo'pti, bora qol. Bo'pti, mayli. What? 64 ta izmirod? Okey, ertagayoq bozorga borib o'zim kerakli narsalarni sotib olaman. Qarochi, bunga ko'p narsa keladi. Masalan, yangi kompyuter sotib olishim mumkin. Ha, mayli. Hozir pulimni solib uxlayman. Okey, juda ham charchadim.